Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etishda davom etamiz. Davlat raqami tushirilgan brelok. Bunaqasi aniq hech kimda yo'q. Buyurtma asosida o'zingiz xohlagan mashina raqamini chiqarib beramiz. Juda sifatli va kamyob. Odamlar ko'rganida og'zi ochiladi. Xullas, mashinasi borlar uchun ajoyib sovg'a bo'lishi aniq. Hujjatlarni saqlash uchun hamyon ham bor. Xohlagan surat va avtoraqamni chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Hoziroq buyurtma bering. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Dahshatli falokat. Eronda ota go'zallik salonida ishlagani uchun 18 yoshli qizni o'ldirdi. Hodisa Islomshahar shahrida sodir bo'lgan. Fotima Sultoniy otasining munosabatidan qo'rqib, ayollar go'zallik salonida yashirincha ishlagan. U otasining unga va onasiga nisbatan zo'ravonlik tarixi tufayli mustaqil yashagan deyiladi xabarda. Ota qizining ish jarayonini Instagram sahifasida topgan va mijoz qiyofasidan qo'ng'iroq qilib, go'zallik saloniga kelgan. Qiz tashqarida otasini ko'rgach, tashvishga tushib, maslahat so'rab onasiga qo'ng'iroq qilgan. Ayollar huquqlari faoli Pardis Rabiyning ta'kidlashicha, voqea guvohlari otaning salon ichiga pichoq bilan kirib, xodimlar va mijozlar ko'z o'ngida qiziga bir necha bor pichoq urganini ko'rgan. U qizning sochlaridan ushlab, boshini tanasidan judo qilmoqchi bo'lgan, biroq atrofdagilar qichqirganidan qochib ketgan. Shundan so'ng erkak xotiniga qo'ng'iroq qilib, "Seni bu qayg'u bilan birgalikda qoldirdim" deya qo'ng'iroqda yakunlagan. Hurmatli tomoshabin, video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.